Mamlakatimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori, barchamiz uchun muqaddas sanalgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bugungi kunda har birimiz uchun faxr, iftixor va yuksak g'urur bilan nishonlanayotgan ayyomga aylangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi kafolatlanadi. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tarbiya ta'minlanadi. O'qituvchilar alohida e'tirofda. O'zbekiston Respublikasining yangi tahririyat Konstitutsiyasining 52-moddasi. O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. Shu tariqa ustozlar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandilar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023-yil 1-maydan e'tiboran kuchga kirdi. 1992-yildan buyon Konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartirish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyadagi eng muhim o'zgarishlar Konstitutsiyaning 1-moddasidagi O'zbekiston suveren demokratik respublika jumlasi quyidagicha o'zgartirildi. O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 15-moddasi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. Davlat boshqaruvidagi o'zgarishlar. O'zbekiston yangi tahriridagi Konstitutsiyasiga binoan Prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Prezidentning davlat boshlig'i maqomi ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi, Prezidentning qasamyod matni va prezidentga taalluqli boshqa aksariyat normalar o'zgarishsiz qoldirildi. Senatorlar soni 100 nafardan 65 nafarga tushirildi. 14 ta hududda 6 nafardan emas, 4 nafardan senatorlar saylanadi. Prezident tomonidan saylanadigan senatorlar soni 16 nafardan 9 nafarga qisqardi. Bu o'zgarish 2024-yilda bo'lib o'tadigan parlament saylovi vaqtida kuchga kiradi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaga boshqa ko'plab normalar ham qo'shilgan. Jumladan, O'zbekistonda o'lim jazosi taqiqlandi. Agar shaxs o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, uni aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas.